Assalomu alaykum bolalar, sizlar bilan endi Ro'zbotda bugungi videoda xullas mana bunaqa avtomatli video olamiz. Xullas bugungi videoni challenge anaqasi nimadir xullas sharti shunaqaki, mana bunaqa bor qurol yasovchi. Mana shunaqada kamida 10 ta yoki 8 ta yasab, undan keyin videoni o'chirishim kerak bo'ladi. Ko'rayotganinglardek mana bunaqalar 8 ta yasab, keyin hardcore ham qilib yuboraman. Mana shunaqa machasi. Masalan, mana shunaqa videoni 2-chi qismi ham chiqadi xullas. Bu birinchi qismi bo'ladi. Keyin bu normalda mana sonliga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana tug'ilgan joyimni anaqalari joylari. Endi men u yoqdan sal buyoqqa o'tib, keyin mana bunaqa kiyimlar olib, keyin anaqa qilganman. Chunki bunda yashash juda ham qiyin. Bolalar, bu normal bo'lsa ham juda ham qiyin bo'ladi. Ham keyin bu anaqa ochgan normalimda mana bunaqa dronlar ham bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar hozir. Mana bunaqa dronlar ham bo'ladi. Hamma narsa bor xullas. Shunday qilib, keyin qishloqlar ham ko'p chiqadi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bo'lsam ketdi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana bunaqasi ham otadigan shunaqasi ham bor. Shunda meni o'ldiraman hozir. 1 2 ko'rayotgan bo'lsanglar, bu avtomatlarni ko'piga mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana hozircha temirim bor. Ko'proq oltin, keyin temir, keyin ko'mir ketar ekan. Shuni tushundim. Shuning uchun ko'proq shulardan yig'aman. Mana birinchi kun o'tdi. Hop. Hozir mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'p narsalarga, lekin temir, ko'mirlar ko'p ketar ekan. Shuning uchun men 8 ta, 10 ta emasdi, 3 ta yoki 5 ta yasasam bo'ldi. Shunaqa shart qo'ydim oldimga. Mana men makonni topib oldim. Shunga tushaman endi. Bittagina bor ekan. Ichkariroqga kirsam, mana yarasi ko'p ekan.
Güyeni görürüm. Bitti de boyulurum. Buna da kovul. Ne üçüncü gün. Hadi bakayım yani. Burası güzel. Şurası yani. Üçüncü gün. Xullas, mana shu konda mana ichida eritganlarim ma'mula bo'ldi. Mana 35 ta ham qilib chiqdim. Mana tayinlab bo'ldim. Shuncha narsa. Endi mana hamma narsa bor. Endi hozirning o'zida videoni o'chirishga qilmoqchi emasman. Endi hozir 5 tacha hozir yasayman. 5 ta kesi. Hozir dop qilaman-da. Yo'q. Şunisi yetmedi. Beşincisi yetmedi vay. Geç. O zaman da çıksa ben şunu yasayım. Olsun. Mana beşincisi endi yeter. Qani beşincisi. Mana yo'mni yasadim. Mana. Mana beşincisi Mesela şu videonun ikinci kısmı çıkışını xohlasanglar hozir like bosib qo'yinglar bo'ldi. Like, obuna bo'ldi. Ishitma kerak emas sizlardan qo'ygan ishitma kerak. Kommentga ikkinchi qism chiqsin deb yozib ketinglar bo'ldi. Shu. Mamnuncha. Ya bu uzun. Like bosib obuna bo'lib ketinglar.